Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday muhim mavzuda gaplashamizki, bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r, har bir keksagan inson uchun, hatto ularning farzandlari va yaqinlari uchun ham hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz nafaqada bo'lsangiz yoki tez orada nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, yoki sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz nafaqaxo'r bo'lsa, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingiz shart. Negaki siz hozirda juda katta miqdordagi qo'shimcha nafaqa pullaridan bexabar qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki sizga tegishli imtiyozlarni ola olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki bir qog'oz parchasi emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz, huquqlaringiz va farovonligingiz uchun kalitdir. Men sizni bir daqiqaga ham chalg'itmoqchi emasman. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishingizni va videoga like bosishingizni so'rayman. Bu ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq odamlar ko'rishi va o'z huquqlarini bilishi uchun juda muhimdir. Core of the problem xo'sh, gap nima haqida ketmoqda? Qaysi hujjat haqida? Men mehnat stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi haqida gapiryapman. Siz hozir mening mehnat daftarcham bor-ku, unda hamma yozilgan deb o'ylashingiz mumkin. Ha, to'g'ri. Ko'pchilikda mehnat daftarchasi bor va unda mehnat faoliyati yozilgan. Ammo gap shundaki, ayrim turdagi mehnat staji ayniqsa zararli va og'ir mehnat sharoitlarida o'tgan ish staji odatdagi mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan to'liq tasdiqlanmaydi. Oldinlari ba'zi hollarda mehnat daftarchasidagi yozuvlar hamda korxona kadrlar bo'limi tomonidan berilgan oddiy ma'lumotnomalar yetarli bo'lgan. Ba'zan esa nafaqa tayinlashi bo'yicha mutaxassislar bu masalaga unchalik e'tibor bermagan. Chunki qonunchilikda bu qadar aniq talablar bo'lmagan. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgargan. So'nggi yillarda nafaqa ta'minoti tizimini raqamlashtirish va shaffofligini oshirish maqsadida qonunchilikka katta o'zgarishlar kiritildi. Endi nafaqani tayinlashda yoki qayta hisoblashda agar sizning ishingiz zararli, og'ir yoki o'ziga xos mehnat sharoitlarida o'tgan bo'lsa, shunchaki mehnat daftarchasidagi sanoatda ishchi yoki muhandis degan yozuv yetarli emas. Qonun shu qadar aniq talablar qo'yadiki, bu turdagi ish stajini faqat korxonaning arxiv hujjatlari asosida berilgan maxsus mehnat stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi bilan tasdiqlash zarur. Agar bu hujjat bo'lmasa, sizning og'ir mehnat sharoitlarida o'tgan yillaringiz shunchaki oddiy mehnat staji sifatida hisoblanadi va bu sizning nafaqa miqdoringizga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu o'sha maxsus mehnat sharoitlari uchun berilishi kerak bo'lgan qo'shimcha imtiyozlar, ya'ni yuqori nafaqa koeffitsiyenti yoki muddatidan oldin nafaqaga chiqish huquqidan mahrum bo'lishingizni anglatadi. Main part 1. Detailed breakdown xo'sh. Bu hujjat aslida nima va uni kimlar olishi kerak? Bu ma'lumotnoma sizning ma'lum bir davrda, ma'lum bir korxonada aynan qanday ish sharoitida, qaysi lavozimda ishlaganingizni va bu sharoitlar mehnat qonunchiligida belgilangan zararli, og'ir yoki o'ziga xos toifaga kirishni tasdiqlovchi rasmiy arxiv hujjatidir. Oddiy qilib aytganda, bu qog'oz sizning mehnat daftarchangizdagi umumiy yozuvlarni chuqurroq ochib beradi va shu orqali sizga tegishli qo'shimcha imtiyozlarni olishingizni ta'minlaydi. Kimlar aynan tashvishlanishi kerak va kimlar bu hujjatni zudlik bilan olishi lozim? Birinchidan, agar siz yoki yaqinlaringiz og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlagan bo'lsangiz, bu kategoriyaga quyidagilar kiradi. 1. Kimyo sanoatida ishlaganlar, zaharli moddalar bilan, radioaktiv materiallar bilan aloqador ishlarda band bo'lganlar. Masalan, Guliston shahridagi kimyo zavodida 12 yil ishlagan Akmal aka beton qorishmasini tayyorlash bo'limida zararli bug'lar ta'sirida bo'lgan. Uning mehnat daftarchasida shunchaki kimyo zavodi ishchisi deb yozilgan. U nafaqaga chiqqanida uning staji oddiy deb hisoblangan. Endi esa u arxivdan maxsus ma'lumotnomani olib topshirsa, uning nafaqasi o'rtacha 25 mingga oshishi mumkin. Bu har oyda kamida 300 ming so'm qo'shimcha degani. Yoki Kogondagi superfosfat zavodida ishlagan Aziza opa fosfor ishlab chiqarish seksida 10 yil faoliyat olib borgan. Unga ham ushbu ma'lumotnoma juda zarur. Ikki konchilik va yer osti ishlari, ko'mir konlarida, rudniklarda, shaxtalarda ishlaganlar. Masalan, Angrendagi ko'mir konda 20 yil yer ostida ishlagan Murod aka. Uning mehnat daftarchasida aniq yer osti ishi deb yozilgan bo'lsa ham, pension jamg'armasi arxiv ma'lumotnomasini talab qiladi. Agar u bu hujjatni olmasa, 20 yoshda nafaqaga chiqish huquqidan mahrum bo'ladi va uning nafaqasi ham sezilarli darajada kamroq hisoblanadi.
o't, metallurgiya va quyish sexlarida yuqori haroratda og'ir sharoitlarda ishlaganlar. Masalan, Olmali kon metallurgiya kombinatining mis etish seksida 15 yil ishlagan Said aka. Uning mehnat sharoitlari juda og'ir bo'lgan. Ushbu arxiv ma'lumotnomasi unga nafaqani qayta hisoblash va har oyda 500 ming so'mga yaqin qo'shimcha pul olish imkonini beradi. 4. Qurilish sanoatida ba'zi bir og'ir turdagi qurilish ishlari, masalan, yuqori balandlikdagi ishlar, tunnel qazish ishlari. 5. Sog'liqni saqlash sohasida, ayniqsa yuqumli kasalliklar shifoxonalarida, reanimatsiya bo'limlarida, radiatsiya bilan bog'liq ishlarda faoliyat yuritgan shifokorlar va hamshiralar. Masalan, Toshkentdagi Respublika onkologiya markazining radiologiya bo'limida 15 yil ishlagan Dilorom opaning nafaqasi ushbu ma'lumotnomani taqdim etgach, bir zumda yuqori koeffitsient bilan qayta hisoblandi. Bu nafaqat moliyaviy foyda, balki ularning xavfli mehnatiga beriladigan ehtiromdir. 6. Havo transporti va temir yo'l transportida ayrim mutaxassisliklar. 7. Harbiy xizmat va huquqni muhofaza qilish organlarida xizmat qilganlar. Ularning xizmat stajlari ham ba'zan alohida tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Ayniqsa jangovar harakatlarda ishtirok etgan yoki maxsus sharoitlarda xizmat qilgan bo'lsa. Ikkinchidan, agar sizning mehnat daftarchangizda ish joyi, lavozim yoki ish staji haqida to'liq bo'lmagan noaniq yozuvlar mavjud bo'lsa, ba'zan korxona kadrlar bo'limi mehnat daftarchasiga yozuvni noto'g'ri kiritgan yoki umuman kiritmagan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda ham arxiv ma'lumotnomasi yagona yechimdir. Masalan, Samara shahridagi bino qurilishida 2 yil ishlagan va mehnat daftarchasida shunchaki ishchi deb yozilgan Mahmud akada. Aslida u yuqori balandlikda armatura bog'lash bilan shug'ullangan. Bu esa imtiyozli stajga kiradi. Arxiv ma'lumotnomasi unga bu stajni tasdiqlab beradi. Uchinchidan, agar siz nafaqa yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, hali nafaqaga chiqmagan bo'lsangiz ham bu hujjatni hozirdanoq tayyorlab qo'yishingiz shart. Negaki, nafaqaga chiqish jarayonida bu hujjatni olish uchun vaqt sarflashingizga to'g'ri keladi va bu jarayon cho'zilib ketishi mumkin. Oldindan tayyor bo'lish ortiqcha sarsongarchilikdan qochishga yordam beradi. 4-dan, marhum nafaqaxo'rlarning oila a'zolari. Agar marhum oila a'zosi yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli stajga ega bo'lgan, ammo uni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmagani uchun pastroq nafaqa olgan bo'lsa, uning oila a'zolari, masalan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar ham bu stajni tasdiqlovchi hujjatni olib, nafaqani qayta hisoblashni talab qilishlari mumkin. Bu ham ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida standart sharoitlarda, masalan, ofisda buxgalter, o'qituvchi, sotuvchi yoki shu kabi oddiy sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz va sizning mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq va to'liq bo'lsa, sizga bu maxsus arxiv ma'lumotnomasi talab qilinmasligi mumkin. Shuningdek, agar siz allaqachon barcha imtiyozlarni hisobga olgan holda nafaqa olayotgan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, sizga qo'shimcha harakat qilish shart emas. Lekin shunda ham xotirjamlik uchun bir marta pension jamg'armasi mutaxassisi bilan maslahatlashib ko'rish zarar qilmaydi. Main party exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuance endiyasi. Bu jarayonda duch kelishi mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, qaltis jihatlar va uncha aniq ko'rinmaydigan nozik nuqtalar haqida gaplashamiz. Bularni bilish sizga jarayonni osonroq kechishiga yordam beradi va kutilmagan muammolardan saqlaydi. Istisnolar va maxsus holatlar bir korxona tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa, eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu. Ko'p korxonalar mustaqillik yillarida o'z faoliyatini tugatgan, birlashgan yoki qayta tashkil etilgan. Bunday holatlarda hujjatlarni qidirish murakkablashadi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxiv hujjatlari odatda davlat arxivi yoki mahalliy arxivlarga topshirilgan bo'ladi. Siz aynan o'sha arxivlarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar korxona qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi, ya'ni uning o'rniga tashkil etilgan yangi korxona arxivi bilan bog'lanishingiz lozim. Masalan, Buxorodagi eski paxta tozalash zavodi yopilib, uning o'rniga yangi kichik xususiy korxona tashkil etilgan. Eski zavodning hujjatlari Buxoro viloyati davlat arxiviga topshirilgan. O'sha zavodda ishlagan Marat aka arxivdan hujjat olish kerak bo'ladi. Ba'zan hujjatlar topilmaydi. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. 2. Xorijiy davlatlarda olingan mehnat staji. Agar sizning imtiyozli mehnat stajingiz boshqa sobiq Sovet ittifoqi respublikalarida yoki hozirgi MDH davlatlarida olingan bo'lsa,
Bu holatda boshqa davlatlar bilan tuzilgan xalqaro shartnomalar yoki bitimlar asosida harakat qilish kerak. Bu jarayon biroz murakkabroq bo'lishi mumkin va diplomatik kanallar orqali so'rov yuborishni talab qilishi mumkin. Lekin bu imkonsiz emas, faqat vaqt va sabr talab etadi. Masalan, Qozog'istonning Qarag'anda shahridagi konlarda erta yillarda ishlagan Ahmad aka. U Qarag'anda viloyat arxiga murojaat qilishi va xalqaro pochta orqali yoki O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi yordamida ma'lumotnoma olishi mumkin. O't hujjatlar yo'qolgan yoki yong'in, tabiiy ofat tufayli shikastlangan bo'lsa. Afsuski, bunday holatlar ham uchraydi. Ba'zan korxonaning arxivlari yo'qolgan, yong'in natijasida yonib ketgan yoki suv bosishi oqibatida yaroqsiz holga kelgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda sud orqali mehnat stajini tasdiqlash yo'li bor. Sizda mavjud bo'lgan har qanday boshqa hujjatlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, buyruq nusxalari, guvohlik ko'rsatmalari, o'sha davrda siz bilan birga ishlagan kamida 2 kishining guvohligi sud uchun dalil bo'lishi mumkin. Bu oxirgi chora, lekin imkoniyat mavjud. Qaltis shartlar va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Bir soxta hujjatlar va firibgarlik. Afsuski, bu soxta firibgarlik holatlari ham uchrab turadi. Tez va oson qilib beramiz degan shaxslarga aslo ishonmang. Ma'lumotnoma faqat rasmiy arxiv muassasalari yoki korxonaning o'zi tomonidan berilishi kerak. Har qanday shubhali takliflardan voz keching. Aks holda nafaqangizni butunlay yo'qotishingiz yoki jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Hujjatning haqiqiyligini tekshirish pensiya jamg'armasi mutaxassislarining asosiy vazifalaridan biridir. Ma'lumotnomadagi yozuvlarning to'g'riligi va to'liqligi. Bu juda muhim. Ma'lumotnomada sizning ishlagan davringiz, lavozimingiz, aynan qaysi sexda yoki bo'limda ishlaganingiz va eng muhimi, ish sharoitlarining zararli, og'ir yoki o'ziga xos ekanligi aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar faqat ishchi yoki muhandis deb yozilib, ish sharoiti haqida aniq ma'lumot bo'lmasa, bu ma'lumotnoma pensiya jamg'armasi tomonidan qabul qilinmasligi mumkin. Masalan, Toshkentdagi kabel zavodida 4 yil ishlagan Farhod aka. Uning arxiv ma'lumotnomasida shunchaki montajchi deb yozilgan, lekin sex raqami yoki zararli sharoitlar ko'rsatilmagan. Natijada u qaytadan arxivga murojaat qilib, to'liq ma'lumotnoma olishga majbur bo'lgan. Shu sababli ma'lumotnomani olganda har bir so'zga e'tibor bering. 30. Muddatlar va dolzarblik. Hozircha bu turdagi ma'lumotnomani taqdim etish uchun qat'iy muddatlar belgilanmagan. Ya'ni siz nafaqaga chiqqaningizdan keyin ham uni olib nafaqangizni qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Biroq qanchalik ertaroq harakat qilsangiz, shunchalik yaxshi. Negaki vaqt o'tishi bilan arxiv hujjatlari yo'qolishi, shikastlanishi yoki ularni topish qilishi mumkin. Eski korxonalar faoliyatini to'xtatganda ularning hujjatlari yo'qolish xavfi ham ortadi. Uncha aniq ko'rinmaydigan nozik nuqtalar. 1. Nafaqani qayta hisoblash imkoniyati. Hatto siz allaqachon nafaqada bo'lsangiz ham bu hujjatni olib nafaqangizni qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Agar sizning imtiyozli stajingiz hisobga olinmagan bo'lsa, nafaqangiz qayta hisoblanadi va ba'zi hollarda oxirgi 12 oy uchun ham qo'shimcha pullar to'lanishi mumkin. Bu juda muhim imkoniyatdir. Masalan, 7 yildan beri nafaqada bo'lgan Zebo opa. Uning 10 yillik mehnat staji ipakchilikda zararli sharoitda o'tgan. Lekin nafaqaga chiqishda bu hisobga olinmagan. U ma'lumotnomani olib topshirgach, uning nafaqasi sezilarli darajada oshirildi va so'nggi 1 yilda olgan nafaqasi bilan yangi hisoblangan nafaqa o'rtasidagi farq ham qoplab berildi. 2. Nafaqaning faqat bir turi uchun emas, bu hujjat nafaqat yoshga doir nafaqa, balki nogironlik nafaqasi va boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi uchun ham muhim bo'lishi mumkin. Agar marhumning mehnat stajida bunday imtiyozli davrlar bo'lsa, uning oila a'zolari oladigan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Nogironlik nafaqasini oluvchilar uchun ham ish stajidagi bunday sharoitlar nafaqa miqdoriga ta'sir qiladi. 3. Kodeks va me'yoriy hujjatlar. Har bir mamlakatda, shu jumladan O'zbekistonda ham qaysi turdagi mehnat sharoitlari zararli yoki og'ir deb hisoblanishi aniq qonun hujjatlari. Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan tasdiqlangan ro'yxatlarda belgilangan. Bu ro'yxatlarni pension jamg'armasi mutaxassislari yaxshi bilishadi. Odatda bu ro'yxatlar ish joyidagi lavozimingiz, kasbingiz va ish sharoitingizni aniq ko'rsatgan holda belgilab beradi. Ma'lumotnomada aynan shu ro'yxatlardagi formulirovka va nomlanishlar bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Practical advice. Specific steps on what the viewer should do. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz.
Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu qimmatli hujjatni olish uchun qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Birinchi qadam. O'z mehnat daftarchangizni diqqat bilan o'rganing. Sizning mehnat daftarchangizda qaysi korxonalarda, qaysi lavozimlarda ishlaganligingizni aniqlang. Ayniqsa, yuqorida aytib o'tilgan zararli, og'ir yoki maxsus sharoitlarda ishlagan deb gumon qilingan davrlarni belgilab oling. Agar lavozimingiz noumumiy bo'lsa, ishchi, mexanik, muhandis kabi, lekin sizning ishingizning mohiyati zararli bo'lganini bilsangiz, bu siz uchun birinchi signaldir. Ikkinchi qadam, hujjatni qayerdan olishni aniqlang. 1. Agar korxona hali ham faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, korxonaning kadrlar bo'limiga yoki arxiviga murojaat qiling. Ular sizga kerakli ma'lumotnomani berishlari shart. Odatda bunday holatlarda korxona o'z arxiv hujjatlari asosida ma'lumotnomani tayyorlab beradi. 2. Agar korxona qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi bo'lgan korxona, tashkilot bilan bog'laning. Ko'pincha ularda oldingi korxonalarning arxivlari saqlanadi. 3. Agar korxona tugatilgan yoki bankrot deb e'lon qilingan bo'lsa, bu eng ko'p uchraydigan holat. Bunday hollarda korxonaning hujjatlari hududiy davlat arxiviga yoki tuman, shahar arxiviga topshiriladi. Siz aynan o'sha arxivga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. O'zbekistonda bu davlat arxivlari tizimi orqali amalga oshiriladi. 3-qadam, murojaat qilish uchun kerakli hujjatlarni tayyorlang. Sizga kerak bo'ladi pasport datingiz asli va nusxasi, mehnat daftarchangiz agar mavjud bo'lsa, korxona tomonidan avvalroq berilgan har qanday ma'lumotnomalar, buyruqlar nusxalari, nafaqa guvohnomasi, agar siz allaqachon nafaqada bo'lsangiz. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arxivga murojaat qilganingizda, arizangizda quyidagilar aniq ko'rsatilishi shart. Sizning FIH, familiya, ism, sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, ishlagan korxona nomi va uning joylashuvi, siz ishlagan davrlar, sana, oy, yil, siz egallagan lavozim. Eng muhimi, aynan qanday maqsad uchun mehnat stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi, imtiyozli sharoitlarda ishlaganlikni tasdiqlash uchun ma'lumotnoma kerakligini ko'rsating. Ish sharoitining zararli yoki og'ir bo'lganligini tasdiqlovchi aniq ma'lumotlarni, agar bilsangiz, masalan, Vazirlar Mahkamasining qaysi qarori bo'yicha imtiyozga ega bo'lishingizni ko'rsatishingiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. 5-qadam, ma'lumotnomani olgach uni tekshiring. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ma'lumotnomada barcha kerakli ma'lumotlar, jumladan ish sharoitining tabiati aniq va to'liq aks ettirilganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir noaniqlik bo'lsa, uni tuzatishni talab qiling. 6-qadam, tayyor hujjatlarni Davlat xizmatlari markaziga yoki pension jamg'armasi bo'limiga topshiring. Siz o'zingizning yashash joyingizdagi Davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilib, ushbu ma'lumotnomani taqdim etishingiz va nafaqani qayta hisoblashni so'rashingiz mumkin. DXM mutaxassislari barcha hujjatlarni elektron tarzda pension jamg'armasiga yuboradi. Yoki to'g'ridan to'g'ri pension jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. Ular hujjatlaringizni ko'rib chiqib, qonunchilikda belgilangan muddatlarda nafaqangizni qayta hisoblashadi yoki imtiyozli nafaqa tayinlash masalasini ko'rib chiqishadi. Unutmang, bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Lekin sizning huquqingiz va moliyaviy barqarorligingiz uchun bu harakatlar juda muhimdir. Conclusion and final hook, qadrli do'stlar. Bugun men siz bilan mehnat stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasining nafaqaxo'rlar hayotdagi o'rni va ahamiyati haqida gaplashdim. Ko'rib turganingizdek, bu shunchaki bir qog'oz emas, balki ko'p yillik mehnatingizga munosib hurmat va moliyaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydigan kalitdir. Ming afsuski, ko'plab insonlar bu hujjatning ahamiyatini bilmaganliklari sababli o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha nafaqa pullaridan bexabar qolmoqdalar. Men sizni faqat bir narsaga chaqiraman, harakat qiling. Bugun shu videoni ko'rgandan keyin zudlik bilan o'zingizning yoki yaqinlaringizning mehnat daftarchasini tekshiring. Qaysi korxonalarda ishlaganini eslang va yuqorida aytilgan ko'rsatmalarga amal qiling. Bu sizning kelajagingiz uchun kichik qadam, ammo katta foyda keltiruvchi sarmoyadir. Siz bu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Sizningcha bu hujjatni olish qanchalik oson yoki qiyin, yoki bu kabi vaziyatlarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni va tajribalaringizni yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz boshqa tomoshabinlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizni kelajakda yanada muhim va
foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishga undaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.